oyiga yaxshi daromad qilmoqchi bo'lgan aka-uka opa-singillarimiz uchun zavod ketib kelganmiz. Bu akalarimizni ancha yildan beri reklama qilamiz. O'zlari 10 yillik tajribaga ega. Bu yerda eshik romlarni optim ishlab chiqaradigan joyga kelganmiz plastikdan. Eng yaxshi tomoni siz ob'yomga olib yaxshigina daromad qolsangiz bo'ladi. Siz quruvchimisiz? Undan tashqari novostroykalar va kottejlar quradigan bo'lsangiz ham yetkazib beriladi. Bo'lmasam bitta ikkita suzida olib turib, bemalol o'zingizni shahringizda olib sotsalang, foydalansalang bo'ladi. To'g'riroq ma'lumotni Tolibjon akam bilan berib o'tamiz. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? 10 yillik tajribaga egasizlar. Kamida aka. Xudo xolasa sifatda bexijolat. Sizlardan olgan odamlar yaxshi daromad qilyapti, ko'z tegmasi. Albatta. Anchadan beri o'sha dillerlar olib boraveradi. Albatta. Demak, hozir 12 ta viloyatda aloqaga chiqsa hammalarga qilib berilaveradi. Aha, bo'lmasam bir rosta aka narx-navolarni, razmerlarni tashqaridan tanishtirib o'tsak. Hozir nechta ishchi bor bu yerda? Hozirda 120 tadan 150 tagacha ishlashyapti. Aha, bu yerda ikkita zavodimiz bor aka. Bunisi asosiy romlar chiqariladigan joy. Zavodimiz bor. Aha. Hamma bilsa kerak, savzotda o'sha kichkina seximiz. Aha. Eshik chiqariladi hozir. Alohida bitta eshik chiqariladigan joyimiz ham bor. Alyumin eshiklar xizmatda bo'lsa, yordam bor alyumin eshiklari. Xo'p, mana hozir akalarimizga yuklatish ketyapti, optim holatda. Bu adashmasam vodiyga ketyaptimi? Vodiyga ketyapti. Vodiyga ketyapti. Bitta olganda qancha olishadi aka? Nechta sig'adi? Endi razmeriga qarab, 100 tadan 130 gacha, 150 tagacha sig'adi, katta kichikligiga qarab. Demak, aka xudo xolasa shuni olishadigan bo'lsa, barakasini bersin, yaxshi daromad qilsa bo'ladi. Albatta. Misol 20 ming, 10 mingga mashina olib taksi kira qilgandan ko'ra, mashinani puliga оборот qilib sizlardan olsa, yo'lda betiga qo'yib sotsa ham yaxshi daromad qilishaveradi. Chunki hozirgi kunda O'zbekistonda 90% qurilish to'xtagani yo'q. Hamma pul topsa sirazi qurilish qiladi, demak, talab juda ham yaxshi bo'ladi. Aka, fortishkalardan boshlasak, necha puldan necha pulgacha chiqaveradi? Fortishkalarimiz 80 mingdan 300 minggacha narxlarimiz razmeriga qarab chiqaveradi. Aynalari ham gulli, ajoyib chiroyli bo'lar ekan aka. Qaranglar, sifati ham zo'r, oynali bo'ladi fortishkalarimiz. Ranglari ham xudo xolasa bexijolat, zo'r ekan. Xo'p, bu tomondagilarni ham ko'rsatib beramizmi aka? Yuring. Mana o'zi so'raganlarga hamma razmer, hamma assortimentlar bor. Jigari. Bularimiz-chi aka? Bularimiz 5 ko'zli deyiladi. 160 dan 140 dan boshlab 170 ga 130 gacha bo'lgan narxlarimiz 520 ming so'mdan chiqariladi. Chiqarib berilaveradi. Xo'p, jigaranglarimiz endi sal qimmatroq bo'ladi, ozgina farq qiladi. Bunaqa katta darvoza deyiladi nomi. Oqdan qilib beramiz. Oqlarimiz 900 ming atrofida chiqadi. Ha, xuddi shu ko'rinish oqini qilib berilaveradi. Albatta. Zakazga qarab ketaveradi. Bu qatorlarchi endi aka? Bu bunaqa 3 ko'zliklarimizani 160 ga 120, 140 ga birdan boshlangan razmerlarimiz 420 ming so'mdan qilib beriladi. Zo'r. Bu qatorlarimiz bu elit profilimiz bu ko'pchilik biladi. Rom yasab yurganchilar yoki rom olib yurganchilar biladi. Buni sal 30 ming 50 ming so'm farqi bilan qimmatroq yuradi. Bu yangi mahsulotimiz, bu turetskiy mahsulot. Airspan degan mahsulotimiz. Xudo xolasa yengillik. Elitlar bilan raqobatlasha oladi, xudo xolasa. Ko'rishsa bo'ladi buni ham. Zo'r. Demak, yaxshi ob'yomda olishyapti hozir ko'pchilik. Hozir bu joylaring ham aka juda ham chiroyli bo'pti. Hozir mana mashinalar keladi-da, udobni yuklagani. Albatta. Ichkaridan tayyor bo'lib chiqadi, sira sotuvga ketaveradi. Klientlarga kutilmagan holatda ketaverar ekan. Xo'p, yana qanaqa assortimentlarimiz bor aka? Hop, bu yoqda shu aslida bizda standart razmerlarda. Zakazga alohida boshqa razmer qilmoqchi bo'lganlarga ham ob'yomda boshqa razmerda qilib beramiz. Muammo yo'q, xudo xohlasa. Demak, hozir aka dom qurayotgan aka-ukalarimiz bor, keyin kottej qurayotganlar bor. Ularga ham chetdan olsa bo'laveradi, promoy. Albatta bo'ladi. Demak, narxlari ham anchagina arzon chiqadi. Albatta. Zo'r. Zakazga qarab ketaveradi, o'chirtlarimiz ham. Mana bu tomonlarda ham ob'yomlarimiz bor. Bu yerdan ham yuklab kerakligini olib ketishyapti. Mahsulotimiz sifati bilan qiziqmoqchi bo'lganlar, 2 qavat oyna bo'ladi. Chetida germetikalari bo'ladi, ichida o'zini maxsus dorisi bo'ladi. Shu dorilar solinadi, hammasi ichida to'liq qilinadi. U dori nima uchun endi aka? Bu dori oynani tellamasligini inobatga oladi. Shular hisobiga. Sifat yaxshi bo'lar ekan. Demak, uyda egalariga o'rnatilgandan keyin ancha yillar yaxshigina xizmat qilib beraveradi. Albatta. Zo'r. Eng yaxshi tomoni sovuqda
ichkariga kirgizmaydi, ichkarida issiqda tashqariga chiqarmaydi. Bu nima deydi? Qishda qishlaganda, yozda konditsioner yoqqanda ancha uyda ekonomishni qilib beradi rasxodlardan. Shu tomonlari bor aka. Albatta. Xo'p, nari qatorlarga ham o'tavramizmi aka? O'tiramiz. Aka, sizlarda arzon chiqishining sababi ob'yom katta ekanda. Ha, ob'yom katta. Mana materiallar ham o'zi. Materiallarni ham shunaqa tayyor chiqqanini tushirib olib qolinaveriladi. Ob'yom katta. Mana bu tomonlarda o'zi terilib turibdi. Demak, mahsulot to'xtab qolmaydi, xudo xolasa. Inshaalloh to'xtab qolmaydi. Hozir aka bir kunda nechta chiqadi shu joylaringdan? Taxminan. Hozir bu yerda inshaalloh bir 2000 taga, 2500, 3000 tagacha olib chiqdik. Zakazga qarab, sezonga qarab baribir tezlashtirib beriladi. Zo'r. Endi hozir do'stlar nari qatorlarga o'tamiz. Ko'ryapsizlar, ob'yomda bu yerda kichkina Isuzu, katta furalar, hamma mashinalarga moslangan. Tezda kutib qolmaslik uchun porядкali qilib yuklab chiqarib berishadi. Hozir o'zi bu yerda ko'rdik, 2 tami 3 ta sразу yuklandi. Endi nari qatorlarni sizlarga ko'rsatamiz. Do'stlar, bu yerda har bitta narsa etapma-etap har bitta mutaxassislar tomonidan tekshirilib, ko'rib chiqarlar ekan. Akam o'zlari aytdilar, har bitta narsani tekshiraman, ko'raman deyaptilar. Duosi klientlarga bexijolat narsa yetib boradi deyaptilar. Agar jicha defekti bo'lsa ham chat olib turib, o'rnini ochtirib yangi qo'yib qo'yilaverar ekan aka. Albatta, faqat bitta narsani inobatga olish kerak. Ish bo'lgandan keyin xato bo'ladi. Bu narsani unutmanglar. Agar xato qilmayapsiz, demak ishlamayotgan bo'lasiz. O'shaning uchun qayerdadir xato bo'lsa, oldindan uzr so'rab qo'yamiz. Xatoni qo'ldan kelgancha bartaraf qilishga harakat qilamiz. Endi bu misol mashinada ketayotganda har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Taqir-duqurga, yo'qolmasam xavfli burilishlarda ham sal-pal nima bo'lishi mumkin. Bo'ladi, bunaqa narsalar ham ko'p bo'lgan. Shuna bo'lishi mumkin bo'lgan endi mahsulot bo'yicha agar xatolik bo'lsa, u bo'lib turadigan narsa. Mana ob'yomlar bu tomonda o'zi bir boshdan bolalar yig'averar ekanda. Mana assortimentni ko'ryapsizlar, keyin ob'yomni ham ko'ryapsizlar. O'zi maxsus ustanoylari bor, bir boshdan chiroyli holatda chiqqanlar. Aka, kelmoqchi bo'lganlarga bitta manzilni ham tushuntirib beramizmi o'sam aka? Tushuntirib beramiz. Hozir mana jarayonni ko'rish o'tgandan sizga bitta narsani aytaman. Boga aytgan gapim, klientni talabiga binoan qilinadi. Ko'ryapsiz mana. Bu yerda germetika surilmagan. Klient talabi bu. Demak, optimchilar sizga aytadi, germetika surkamay bering deydi. Mana shu holatga hozir mana negativchilar paydo bo'lishi mumkin, har xil. Shu negativchilarga bu narsani ko'rsatishdan maqsad, mana germetika surasanlar, lekin surilmadi degan narsa uchun ko'rsatib o'tilyapti. Mana ko'rsangiz bo'ladi. To'g'rini olib bering. Mana bu zakaz shunaqa holatda tushgan sizga. Bizga bu holatda tushgan mana. Hammasi mana germetika suriladi, hammasi tayyor mashina germetika holatda qilib beriladi. U o'sha klient aytgan narsasiga qarab qilib beradi. Qolgan narsaga biz javob bermaymiz. U aldab sotadimi yo boshqa qilib sotadimi, u narsaga biz aralashmaymiz. Xo'p, endi u ko'proq foyda qilishi ham mumkin. Albatta. Shunisi farqi bor. Zo'r. Endi quruvchilar aytadigan bo'lsa, germetika desa germetika, germetika qilib beriladi. Do'stlar, mana ob'yomni ko'ryapsizlar, hozir tashqaridan tushuntirib o'tamiz. To'yjon aka, manzilimiz kelmoqchi bo'lganlarga. Hop, manzilimiz Bitonkadan tushuntiradigan bo'lsa, Limonera ko'chasiga kiriladi. Qibray tomon deyiladi bu yoq. Eski tog'i yo'li desa ham bo'ladi. Yana ham osonroq bo'lishi uchun Lokomotiv parkka yetmasdan chapga kirish. Nari seximizchi? Eshik chiqaradigan seximiz alyumindan, o'timiz Savzot mahalla, uni ko'pchilik bilishadi. Obzorini qilib bergansizlar o'zingizlar. Eng yaxshi tomoni Telegramda yozsa, lokatsiyalar tashlab beradi, optimchilar keladi. Eng kamida qancha olish kerak aka taxminan optimchilarimiz? Bo'lmadi deganda 100 tadan kam bo'lish kerak emas. 100 tadan kam bo'lmasligi kerak, o'zlari ham ko'proq foyda qilishadi. Albatta. Qancha ko'p olib ketib, qancha ko'p sotsa, o'shanga yarasha daromadi ham chiqaveradi. Endi mashina hamma keladi, qancha to'ldirib olib ketib, ko'proq sotsa, ko'proq daromad bo'laveradi. Nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqasizlar, Ravshanbekdan oldim sanay, xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib berishadi.